Mola mashinani kim yuvdi? Aka, men yuvdim mashinangizni. Mana tayyor bo'ldi. Mashina sen yuvgan bo'lsa, barcha pul bordi, qani? Aka, lekin men pul ko'rganim yo'q. Urvatchi, machi. Sen nima shishib o'tirmagan bo'lsa, pul qayerga Aka, ketadi? qo'yavering. Men olganim yo'q rostdan, aka. Kim hamaq qilyapti? Qayerga ketadi bo'lsam? Sen yaxshi. Men senga beraman. Yo'q, aka, unaqa men oilada bitta o'zim yolg'iz boquvchiman. Aka, iltimos. aka, qo'yib qulog'ini so'rasiz aka. Siz boshqaruvchimisiz? Barchada pul bor edi. O'g'irlab qo'yibdi, o'g'rivatchi. Tuhmat qilmang aka, bu unaqa bo'la emas. Tushunmadim, tuhmatga chiqaryapsanlarmi? Hameni mateni qochirib berma, topib qo'yish pul, tushdingmi? Aka, tinchlikmi, nima bo'lyapti? Qaramaysan, pul o'g'irlab qo'yishdi barchadan. Aka, bekor uyushtiribsiz-da, menga pul kerak bo'lib qolib halol urdim. Aytib qo'yishdan chiqibdi. Orasini aytib berdim. Mollarni oldi jolatman men ham. Kallasi yo'q. Bo'pti, mashinaga o'tirib o'zim uzr so'rabdi. Bo'pti, yig'lama, bunaqa odamlar ham bor. Aka, bo'lgan holat uchun uzr so'rayman. Bo'ldi, jiyanim yig'lama. Akam ozgina qizishib ketdi-da. Mo'shi bo'lganim bilan o'g'ri emasman. Otam menga bergan tarbiyasi bor. O'g'illik qilib shu tarbiyaga xiyonat qilgandan ko'ra, sadoqat bilan och qo'yganim yaxshi. Aladdin, hali bu tarbiya bilan yuksalasan, faqat o'zingning orzung uchun o'zing harakat qilishing kerak. Bo'lmasam bir kun kelib, bu dunyo seni orzularingni armonga aylantirib qo'yishi mumkin. Amaki, otamdan kelgan oilani yolg'iz boquvchisi o'zimman. Non olib kelish yo'lidan ko'ra, non topib kelish yo'li mashaqqatliroq ekan. Mayli, xafa emasman. Videomiz yoqqan bo'lsa, qadrdonlar, like bosib qo'yasizlar. Gimga ham oz fursat qoldi. Homiylar shoshilamiz. Bir necha kun qoldi xolos. Joylarimiz juda ham oz qoldi. $200 ga ikkita istoriya, bitta post. 50 ming, 100 ming qo'yish ehtimolimiz ham bor.